nega ko'pchilik yiliga $100,000 maosh beradigan Google kompaniyasida ishlashni xohlashadi? Chunki Google xodimlarini ish joyini hayot tarziga aylantirgan. Bepul ovqat, dam olish zonalari, dush, massaj hammasi ishxonani ichida. Mutlaqo bepul. Ikkinchidan, Google xodimlari o'z hayvonlarini olib kelishi mumkin. O'zbekistondagi qaysi ishxonada bunday sharoitlar bor? Uchinchisi, ish joyini o'zida sport bilan shug'ullanish mumkin. Yoga qilish, hatto shifokor ko'rigidan o'tish ham mumkin. Biznesda ham ishingiz rivojlanib, katta natija qilishni xohlasangiz, kerak bo'lsa xodimlarga ba'zi joylarda sharoit, ba'zi joylarda erkinlik berish lozim. O'zimni kompaniyamda ham shunday xodimlar borki, oyiga $3-5 gacha oylik olishadi. Shunaqa biznes ma'lumotlar uchun menga obuna bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman.